Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun iyul oyining 22-sanasi Hoshiyapbo'yi bog'imizdan navbatdagi videoni olyapmiz. Olishdan maqsad iyul oyida demak uzumlarimizni uzumlarimizga suv ochdik. Demak namlikni muntazam saqlab turish uchun iyul oyida birinchi suv. Demak me'yorida sug'orishni tashkil qilinsa, demak hosildorlik albatta yaxshi bo'ladi. Mana bu bananas uzumimiz bahorgi payvand ketgan, yo'g'on o'sishi yaxshi, kuchli o'sadi. Meyveler solgan. Mana bog'imiz o'shyapti. Mana uzumlarimiz deyarli 80% shakar to'plab olgan. Mana demek suvni ortiqcha berish ham mevalarga, barcha mevalarga ziyon. Uchun bu iyul oyining birinchi suvi. Mana iyul oyining birinchi suvi. Demak kech mahal peshin salqinda suv qo'yishni afzal bildik. Kech mahal kun olgan. Mana bu yerda yaqinlashtiramiz. Karnaval uzumimiz. Xurmon uzumimiz. Aqnomot uzumimiz. Mana yo'da va boshqa dam sezimlarimiz. Hammaga suv qo'yiladi. Endi shu yerda bir fikrni aytib o'tamiz. Hosil shakar deyarli to'plash jarayonida, pishish arafasida uzumlar ba'zi hollarda zararli hasharotlar tushadi. Bargi shishadi, ostida oq dog'lar. Bu zararli hasharotlar hisoblanadi. O'rimchakkana. Endi bunga albatta zararli hasharotlarga kuchli dori sepitiladi. Yertimek sepish kerak, lekin yertimekni sepib bo'lmaydi. Chunki uning ta'sir kuchi zaharli. Bir oy davomida ta'sir doirasi bor. Bu demak mevalarni pishirsa sepib bo'lmaydi. Shu sababdan uni hosilni olishtirgandan keyin sepsa bo'ladi. Va boshqa dorilar bor, tushkunlikka ta'sir qiladigan. Demak bu qo'shimcha ma'lumot olarak aytib o'tdik. Mana Osiyo barog'idan suv ichayotir. Qonib layqa suvdan. Odatda layqa suvi suv unumdor tuproqni olib keladi. Mana shuning uchun u layqa sifatida o'zini namoyon qiladi. Yana bu yerda qo'shimcha o'roq qiziquvchilar bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mana qo'chqorlarimiz. Mana qo'chqorlarimiz yosh. Bu o'z qo'chqorlarning sonlarining bo'lgani yaxshi. Sababi o'zgachalar bo'lishi, demak begona o'tlarni tozalashda, o'rishda, demak uni boqish maqsadida demak uzumzorlarimizni begona o'tlardan, shu bahonada uzumzorlardan tozalaymiz begona o'tlarni, hamda biz bu begona o'tlarni
Rostda qo'zlarga beramiz. Mana. Mana shu bularning foydasi katta. Yana tag'in go'ngi. Aytmasa ham bo'ladi. Mana. Mana. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga qaysidir ma'noda shularni aytib o'tishni maqsad qildik. Biz o'z videomizni yakunlaymiz. Mana suv. Suvsiz hayot yo'q. Suvsiz hayot yo'q. Mana qarang, qanday go'zal holat. Demak, mana suv oqyapti. Suv Osiyo barig'ida, Polvonda va Amudaryada mo'l. Marabanda menimcha mana suv istagan vaqtingizda ochish mumkin, suv qo'yish mumkin. Buning uchun musobaqa xodimlariga tashakkur bildiramiz. Mana suv qanchalik yerda. Qarang. Yaxshi kunlarda görüşüş nasip eylesin deymiz. Sağ selamet olun.